Ikrom aka 5 barmoqdan ayb topsak, tekin nima deysiz? Ha, shunaqa dedim. Qozog'istondan shef bo'g'ir olib keldi. Hamma aybini aytib tashlaydi. Salomatsizmi? Qozog'iston jasanmen. Almatada Shimkentda restoranda istaganman. Jas 5 barmoqda ayrim o'zi. Yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Yuringlar-ki, men joy qilaman. 5 barmoq yeb Hamma aybini ko'rasiz. topib tashlaydi. O, yaxshi. O'zimni Qozog'istonda his qilyapman. Yaxshi istayapsizlar. O'tiringlar, men hozir narsalarni olib kelaman. Bo'ladimi? Tezlashtiring. Bo'ldi, o'tiringlar. Asiq bo'g'rim, asiq. Aka bo'g'rim. Mana. Voy. Hamma aybini topib tashlaydi. Davay, yoqimli Jaray. ishlar. Tezlashtiring xabarni. Xo'p, bo'ladi. Mamnun samaylan. Al. Bo'g'rim yaxshi ko'raman, qo'rg'ali qasdini. Aybi bor ekanmi, aybi? Ayb yo'q, o'tadamda. Aybini ayt. Qayoqdan olamayman? Yaxshi qo'y, deyapsan. Voy, pul to'laymiz, aybini ayt. Aybini topib beraman dedingmi? Men bilmayman, menga problema kerak emas, menga tomoq. Aybini aytdingmi? Tomoq taqdim saqam buni. Aybini aytasan nima? Hozir pul to'lashim kerak hammasiga. Qanday pul to'laysan? Sen meni mehmon qilib olib kelding qo'y. Aybini topib beraman deding o'zing. Bari qasi men tomoq yeyman.